Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. 2026-yilning yanvari. Namangan viloyati Norin tumani Do'mar qishlog'i Toshboyev Alisher xo'jaligida Pavislia sortidagi toza qonli rus beryozalarining navbatdagi partiyasi savdoga yaqin. Bu yerda 2000 dan ziyod ko'chatlarimiz tarbiyalanyapti. Ko'chatlarimizda tana tekisligi, stolining oqarganlik darajasi, bo'y bastini ko'rishlaringiz mumkin. Pavislia sortidagi rus beryozalarimizning urug'i Rossiya Federatsiyasining Sverdlovsk hududidan olib kelib, respublikamizda iqlimlashtirish yo'li bilan katta qilinyapti. Marhamat, telefonlarimiz 93 kodi bilan 407 47 00 Toshboyev Alisherga uchralsin. Pavislia sortidagi rus beryozalarimiz.